Assalomu alaykum qarindoshlar. Gollandiya cho'ponlik pravasi nazariya darsimizga xush keldinglar. Bugun 20 dars. Plats op de weg en voor sorteren. Ya'ni yo'ldagi o'rnimiz va yo'lda mashina deganda qaysi mashina yo'lni tanlash to'g'risidagi nazariyani o'rganib o'tamiz. Qanamsa darsimizni boshlaylik. Plats op de weg, ya'ni yo'ldagi o'rnimizdagi asos qoida xoftrexol. İmkan var yolunun 10 tərəfindən deyimiz. Yəni bunda deganlik, məsələn normalda tez taş yollarda 2, 3, hətta 4, 5 maşın yolu buldu. Normal yollarda ya 1, 2 degandek maşın yolu buldu. İş qilib bir yo'ldan jiq maşın yolu var ahval ostida. İmkan var 10 tərəfdə haydaymiz. Məsələn, 2 rəsm qarasanglar, o'ng tarafdagi rasmda 1, 2, 3 tane mashina yo'li bor ekan, lekin mashina o'ttirdan haydabdi. Lekin sol tarafdagi rasmda o'ng tarafdagi yo'ldan haydabdi. Ya'ni imkon bor yo'lning o'ng tarafidan haydaymiz degani mana sol tarafdagi rasmda ko'rsatilgandek. Agar 2, 3 mashina yo'li bo'lsa, imkon bor eng chetdagi o'ng tarafdagi yo'ldan haydaymiz. Ya'ni bu asosiy qoida. Ondan eskartish bir nuqta. Zürüriyet bulmay turup yolunun sol tarafından. Mesela şunda 3 maşın yolu var, yol olup qalsa, yolda maşınlarımı jiq emas. Nebika eğer yolun en chetdagi sol tarafdan haydab olsaq, eğer şu vaqtning o'zida kameraga tushib qalsaq va yoki saqchi yo'ldan o'tib ketib qolgan bo'lib qalsa, o vaqtda jarimani qo'yish ehtimoli bor. Yani müşte zürriyet bulmagan ahval aslında sol taraftan haydiganlarga beriladigan jarimani 220 euro. Yani men bir qancha rasmlarni keltirdim. Yani yo'ldagi o'rnimiz deganda, masalan, o'ng tarafdagi rasm qarasanlar 3 mashina yo'li bor ekan. Eng chetdagi 2 yo'l o'ng tarafga qayrildi ekan. Eng sol tarafdagi chetdagi yo'l ham udulmag'di ekan yoki sol tarafga qayrildi ekan. Yani agarda biz o'ng tarafga qayrilmoqchi bo'lsak, imkon bor şu chetdagi 2 yo'ldagi eng chetdagi, yani eng o'ng tarafdagi yo'lni tanlaymiz demekçi. Mayan bir rasmdami tisratlik taş yo'l. Mesela mush yo'lda 5 tane mashina yo'li var ekan, 5 mashina tang mang'alaydigan. Bunda ahvol ostida zururiyat bo'lmaslam, eng chetdagi mashina yo'lda minishimiz, yani eng muhim qoida qatnash qoidasiniki Muşun demekçi emdi. Muhim qoida normal va yo'ldan o'ng tarafda haydaymiz degani. Endi for sorteren degan so'z keldi. For sorteren degan so'zningki normal lug'at ma'nosi turga ayirish degan ma'nosi bor. Masalan, axlatlarni arxil sanduqlarga bo'lib turga ayiramiz. Qog'oz axlatni bir, ishib qolgan axlatlarni bir, maxsus aynak axlatlarni bir degandekchi. Ondan qatnash qoidasidagi ma'nosi het kezen van in bepaalde rijstrook, ya'ni qaysi mashina yo'lida minish kerakligini tanlash demekçi. Ya'ni bu nima deganlik? Sizlarga rasmlardan keltirdim. Masalan, normalda yo'lda, muşta yo'lning ustida muşta isrilki bo'ladi, o'ng tarafga mangdiganlar, udul mangdiganlar yoki sol tarafga mangdiganlar degandekchi. Ya'ni o'ng tarafga mangsaq shu o'ng tarafdagi yo'lga kirish, udul maqsaq shu istilka bor yo'lga kirish, sol tarafga maqsaq shuningga mos holda shu yo'lga kirish, ya'ni for sorteren, ya'ni qaysi yo'lda mangmoqchi bo'lsak, nishonimiz qaysi bo'lsa, shuningga mos holdagi yo'lni tanlab kirishni biz for sorteren deymiz. Bu odatda mushta yo'ldagi istilkalar orqali va yoki yo'lning bo'yidagi mushunda taxtalar orqali belgilanadi. Mesela 3 resim qarasanglar, şu for sorterini bildiradigan taxtalar. Eng ustidagi o'ng tarafdagi rasmda, mesela 4 mashina yo'li bor ekan. Eng chetdagi o'ng tarafdagi mashina yo'l o'ng tarafga qayrilib ketadi ekan. O'ttirdagi 2 mashina yo'li, 2-chi, 3-chi mashina yo'li udulmag'di ekan. Eng chetdagi sol tarafdagi mashina yo'li solga qayrildi ekan. Demak, bu ahvolda agar biz o'ngga qayrilmoqchi bo'lsak, eng chetdagi yo'lga kiramiz. Udul mağmakçı olsak 2-ci yoki 3-cü yo'lga kiramiz. İmkan bor 2-ci yo'lga.
o'ng tarafdan minish qoidasi bo'yicha agar sol tarafga qayrilmoqchi bo'lsak, eng chetdagi yo'lga kiramiz. Ya'ni for sortering degan gap shu mangadigan yo'linishimizga asosan shu to'g'ri yo'lga kirib minish deganni bildiradi. Ya'ni bu amaliy misollar yo'ldagi masalan sol tarafga rasm qarasanglar, eng chetdagi 3 dona raystrok Alkmaar Aymaudin, ya'ni Alkmaar bilan Aymaudinga mangdiganlar mush A9 mush 3 mashina yo'lda mangsanglar bo'ldi deydi. Bu ahvolda 3 mashina yo'l bo'lgankin biz imkon bor eng chetdagi o'ng tarafdagi mashina yo'lda minishimiz kerak. Ondan Harlem yoki Xalifvaqqa chiqadiganlar istilkini ko'rsatib qo'yapti. Agar Harlemga Xalifvaqqa bormoqchi bo'lsak, uning masalda yo'ldan chiqib o'ng tarafdagi ya'ni eng chetdagi o'ng taraf yo'linish ko'rsatilgan yo'ldan minishimiz kerak. Yani o'ng tarafdagi misolmi shunga doir bir misol. Ya'ni qaysi yo'lda minishimiz kerakligini shu ustidagi taxtalarga qarab nishonimizga asosan, qaysi shaharga borganligimizga asosan, yo'ldagi istilkalarga asosan to'g'ri yo'linishda belgilab mangimiz, ya'ni for sortering deganlik bildirdi. Yana bu yerda bir qancha misol yo'ldagi har xil istilkalarni tonish maqsadida mesela sol tarafdagi rasm maxsus bir cho'ng aylanmadimi? Mesela udul mansaq, o'ng tarafga qayrilsak, qaysi yo'lga kirish, sol tarafga qayrilsak, qaysi yo'lga kirish. Normalda shu bütün yo'llarda o'sha taxtalar, yo'l istiriklar orqali tafsiliy ko'rsatilgan-ku. Shunga yo'lda mang'an vaqtimizda shu istiriklar taxtalarga obdan diqqat qilib boshdan to'g'ri yo'linishdagi yo'lga kirish muhim, ya'ni for sortering degan. Endi for sortering to'g'risida yana bir muhim qoida. Odatda o'ngga va yoki solga qayrilgan vaqtda for sortering qilishning qoidasi aslan bu rasmdagi raxtis afsalaniya o'ngga qayrilgan vaqtdagi for sortering qilish. Aldirama sol tarafga rasm qarasanglar, biz yo'lning o'ttirida mushta kelyotdik-ku. Oldidan qaraymiz. Uning keyindan qaysi yo'linishga qayrilmoqchi bo'lsak, chirig'imizni uramiz. Mesela o'ng tarafga qayrilsak, o'ng chirog'ni. Uning keyindan andin mashinamizningki yo'linishni sal o'zgartirib, yo'lning qirig'iga yaqin kelamiz. Yaqin kelib, mingib uning keyindan oxirida bo'xtga kelgan vaqtda qayrilamiz. Ya'ni for sortering degan men mushuni ko'rsatuvchi. O'ng tarafga rasm qarasanglar, mana bu mashina hozir o'ngga qayrilmoqchi ekan. O'ngga qayrilg'ili oz qolgan vaqtda aslida mashina turgan yo'l velosiped yo'li. Normalda mashina bu velosiped yo'lda mangmay, yo'lning o'rtadiroq mangdichu. Lekin qayrilgan vaqtda o chaqda shu yo'lningki asfalt tarafiga yaqin kelib andan qayrilamiz. Ya'ni for sortering degan mushuni ko'rsatmoqchi-ku. Masalan, sol taraf rasm qarasanglar, agar biz bunda yo'lga yaqin kelmay, mushto kelib bundaq qayrilsak, o chaqda men qayrilg'ili bo'ladi, lekin bu qatnash qoidasida to'g'ri bo'lgan yo'lda turish usuli emas-ku. Bo'lib amaliyat imtihonlarda mushunga bek diqqat qildi. Shu maxsus o'ngga, solga qayrilg'il saldi. O'ng qayrilganda, solga qayrilganda yo'ldagi turish o'rni qanda. Shu o'ngga qayrilg'il az qolgan vaqtda mashinaning yo'lga yaqin yerda turamdi, tumamdi deb mushchatlarda bek diqqat qildi uchun. Endi marasim, ya'ni sol tarafga qayrilgan vaqtdagi yo'lda turish o'rnimiz. Oldin sol tarafga rasm qarasanglar, yo'lning o'rtasida ketib boratdik, qaradik, uning keyindan sol tarafga qayrilman deb chirg'imizni ugandan keyin uni sal ro'vni burab, sizga yaqin keldik, andan oxirida shu bo'xtga kelgandan qayriladigan yo'lga kirdik. Va o'ng tarafdagi rasm uning yo'lidagi amaliy misoli. Ya'ni solga aslima mashina salma yo'lning o'rtasida ketayotgancha, lekin solga qayrilgandan keyin o'sha sizga yaqinroq kelib qayrildi. Ya'ni for sortering degan dal mush ahvol. Ya'ni mayli o'ngga qayrilayli yoki solga qayrilayli, yo'lda to'g'ri o'rinda turish. Qaysi yerda turishni belgilash. Bu amaliyat imtihonida bek muhim. Agar shu o'ngga solga qayrilganda to'g'ri o'rinda turolmasak, shu sababdan ham o'tkazmasligi mumkin. Endi yana bir qoida. Ya'ni Platz of the Weg, ya'ni
Muşta o'ng'a so'lga qayrilgan vaqtda ba'zida muşta ahvollar bo'ldi velosiped yo'li. Ba'zida velosiped yo'ldagi siziq tutashtirilgan bo'ldi, Dorxatrokkenstrip, ba'zida Onderbrokkenstrip, uzuk-suzuq bo'ldi. Bir diqqat qiladigan muhim nuqta, agarda velosiped yo'ldagi siziq tutashtirilgan siziq bo'lsa, u chaqda biz for sortering qilgan vaqtda o'ngga qayrilayli yoki so'lga qayrilayli bu velosiped yo'lini biz o'tsak qat'iy bo'lmaydi, esinglarda bo'lsin. Lekin agarda siziq Onderbrokkenstrip bo'lsa, mana rasmdagidek masalan, u chaqda biz o'ngga qayrilgan vaqtimizda shu yo'lni bisib o'tib, velosiped yo'lining ustida turib qayrilsak bo'ladi ham. Şunda qilishimiz kerak. Yani şu resimdeki ahval şunu demekçi. Andın ben o'ttirdagi ahvalda speed stroke, yani speed stroke degan maxsus eng chetdagi yo'l, to'sirlik tash yo'ldagi bu odatda attigini ish qilmagan, ishdan tushgan vaqtda yo'lda mashinalar pekchiq vaqtlarda ichib etildi. Şu normalda şu speed stroke agar ochiq bo'lsa, cho'qim aşı yo'lda minishimiz kerak. Bu speed stroke odatda yo'lning eng chet o'ng tarafida bo'ladi. Boya o'ganda xoftiri xol imkon bor yo'lning o'ng tarafida minamiz deb. Shunga agar speed stroke ochiq bo'lsa, u yo'lda minishimiz shart, ya'ni verpflicht. Bo'lib amaliyot imtihonida bek diqqat qildi. Aslında sizlar amaliyot imtihonini agarda speed stroke ochiq vaqtda, ya'ni atdigan soat 8 dan 9:10gacha oraliqda berib qolgan bo'lsanglar, agar shu yo'l ochiqli bo'ldi ekan, cho'qim shu yo'lda minishinglar kerak. Ondan bu speed stroke odatda normal ray stroke bilan o'sha tutashtirilgan siziq orqali arilib turildi-ku. Shunga tisratash yo'lda manganda yo'lga diqqat qilib baqsanglar bo'ldi. Masalan, 2, 3, 4 ray stroke bor yo'llarda eng chetdagi speed stroke bilan normal ray strokeninki normal mashina yo'lining oraliqida tutashtirilgan siziq bo'ldi. Dorxatrokkenstrip. Bu xil ahvol ostida agarda speed stroke ochiq bo'lsa, biz u holda bu siziqni bisib o'tsak bo'ladi. Ya'ni biz o'tgan soatlik darslarda mushta tutashtirilgan siziqni bisib o'tsak bo'lmaydi degan tuqqu, lekin faqat va faqat alohida ahvol bu siziq speed stroke'da bo'lib, speed stroke ochiq bo'lsa, ya'ni işte aldirash vaqtlarda mangdigan mashina yo'li ochiq bo'lsa, u vaqtda biz bu siziqni bisib o'tsak bo'ladi. Ondan diqqat qilish tegishli yana bir nuqta yuk tashish mashinasi. Odatda yuk tashish mashinasi o'ngga yoki so'lga qayrilgan vaqtda ularga imkon bor yo'l berganimiz yaxshi, chunki u yuk tashish mashinasi cho'ng bo'lganligi uchun odatda so'lga va yoki o'ngga qayrilsin. Shunda vaqtlardan qayrilgan vaqtda aylanmalardan ular texnik cho'ng bo'shliqqa ehtiyojli bo'ldi-ku. Şuna mesela bizning yinimizda yoki qarshi tarafdan yuk mashinasi kelib qilib biz o'xshash bir yo'lda qayrilmoqchi bo'lgan ahvol ostida imkon bor ularga yo'l berib, ular qayrilib bo'lgandan keyin ondan biz qayrilsak bexatarlik uchun eng yaxshi ahvol. Endi yana bir muhim nuqta, ham işte yuk tashish mashinasining ham avtobuslarning, işte cho'ng tipdagi mashinalarningki yana Dodo hook degan biz mashinaningki aynikidan ko'rolmaydigan, faqat bo'ynimizni shu mo'rimizga burash orqali ko'rgili bo'ladigan, ya'ni o'lim nuqtasi debchu, o'lim nuqtasi deb atalish sabab, chunki ko'p qatnash hodislari mushu mashina va yoki bir odam va yoki boshqa velosiped degandek qatnashmaslari işte mashinaningki shu nuqtasida turib qolgan vaqtida shoför uni ko'rolmay va yoki yaxshi qaramay qatnash hodislari kelib chiqadi ekan-ku. Shung buni işte o'lim nuqtasi deb atabdi ekan. Ya'ni mushu yuk tashish mashinalari bilan avtobuslarningki Dodo hook, ya'ni shoför aynakdan ko'rolmaydigan qismi normal kichik mashinalarga qaraganda texmi cho'ng bo'ldi-ku. Shunga ba'zida yani ko'p qatnash hodislari işte yuk tashish mashinalari o'ng tarafga, so'l tarafga qayrilgan vaqtda uning shu Dodo hook qismida bir velosiped yoki bir piyoda manga odam turib qilib, yuk tashish mashinasi uni ko'rmay aynakdan
Şu sebepten memce qatnaş hadisleri yüz berdiken. Hem şu sebepten şoň yük toş maşinalary bolamdy veya ki avtobuslar bolamdy, ular qayrıldygan wagtda imkan bar, ularga yol berip, köprak o boşluk berip, ular qayrılıp bolgandan keyin özümizning bexatarlik üçün andan biz qayrılsak. Әмді ен бір mühim nokta çıraq uruş meselesi. Yani biz for sortering qilgan vaqtda, yani o'ngga qayrilayli va yoki solga qayrilayli. Biz buni çıraq orqali o'zaro aloqa qilishimiz yo'lda mashina haydaganda shoferlar. Yani aldımızga haydab ketib qolgan odamning ash urgan chirig'iga qarab, bu o'ngga qayrildi, solga qayrildi deymizchu. Endi shu aylanmada çıraq urush meselesi bir alaydırak mesele. İmtihanlarımı bir sual çıkıp kaldı bunun da. Mesela siz aylanmada siz hazır udulmamakçı, nerede çırağını nerede uruşunuz gerek degендek. Şuna ma resim del aşu aylanmada rotundada mağan vaqtda ne çırağını nerede uruş doğrusundaki bir düşünüşki resim. Bu resimni bir to'xtib turib, qayta ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilman. O'zinglar ko'zinglarni tushunalaysizlar. Yani bu resimni qarasanglar 3 mashina borchu. Ma birisi ko'k ranglik mashina. Bu ko'k ranglik mashina hozir o'ng tarafga qayrilmoqchi. O'ng taraf qayrilganda shu rotundaga kirishdan burun chirog'ini urdi. Yani ma ko'k mashinaning yo'linishi qaranglar, miyadim chirog'ini urug'liq. Ondan o'ng tarafga qayrilib bo'lgandan keyin Andın çıraq ne toxtut yak çıraq özü toxtab qaldı. Yani o'ng taraf qayrilganda rotundaga kirishdan burun çıraq uramiz. Anda ma siriq mashinaning yo'linishini qarasanglar, udulmamoqchi ekan. Yani dastlabki rotundaga kirishdan burun chirog'ini umaymiz. Demak, rotundaga kirishdan burun bir mashina udulmamoqchi bo'lsa, chiraq umaydi. Shunga asosan bizmi bu udulmadi deb faraz qilamiz-chu. Chiraq umudiq. Siriq mashinaning yo'linishini qaranglar, ya'ni chiraq umudiq. Ondan rotundanınki o'ttirg'i kelgan vaqtda o'ng tarafga qayrilgan chirog'ni uduq, o'ng tarafga qayrilgan chirog, ondan rotundadan chiqib ketgandan keyin chirog ne o'chirimiz yoki o'zligidan o'chib qoldi. Endi sol tarafga qayrilmoqchi bo'lsak, oldidan mana sol tarafga qayrilgan yo'lga kirdik, chirog'ni uduq, urib rotundaning ichiga kirgandan keyin chirog'ni o'chirib o'tamiz. Ya'ni rotundaning ichiga kirib, ikkinchi afsilaqqa kilay degan yani chirog'i yo'q. Ondan 3-chi afsilaqqa kiray degan vaqtda o'ng tarafning chirog'ini uramiz. Ondan o'ng tarafga qayrilamiz. Rotundan ayrilgandan keyin chirog' o'zidan o'chib qoldi yoki o'chiramiz. Ya'ni qisqasi, mushu rotundada yani 3 xil ahvol bor. O'ngga qayriladigan, udulmangdigan, solga qayriladigan 3 ahvol. Çünkü bu 3 ahvalda çırağını nerede uruşunu ügünülüşünler nezire imtihandan mühim imtihana çıkıp kaldı. Ben şahsen ne çıktım imtihan bir jarayonda muşuna dair bir sual çıkıp kalgan. Şuna hem de çıkmaydı değil bulmaydı. Şuna bunu amal var bilülüşünler mühim. Ondan bu rotundada adette o'ngga mangaş, solga mangaş, udul mangaş dep demeydi. Normalda rotundada mesela erist afsilaq yani birinci qayrilish nuqtasi bu deganlik shu o'ngga demakchi. Yani tüvidi afsilaq degani udulmaş. Yani yoki yana bir xil atilishi tüvi kvart rond deydi. Yani derdi afsilaq degani 3-chi qayrilish nuqtasi deb, yani bu solga mangaş demakchi. Şu bu atalg'unim o'rganishinglar muhim. Chunki amaliyot imtihonda işte imtihan aldığan adam buyruq bergen vaqtda erist afsilaq, bayda rotunda erist afsilaq, bayda rotunda tvid afsilaq, bayda rotunda derd afsilaq yoki bayda rotunda in kvart rond, tvi kvart rond, tri kvart rond degan atalg'ularni ishlatuvchi. Şun bu atalg'ularni yodda bilishinglar muhim, bo'lmasa amaliyot imtihonda qiynalib qolishinglar mumkin. Yani erist afsilaq, in kvart rond degani shu o'ngga qayrilish. Tvid afsilaq yoki tvi kvart rond desa udulmaş. Derd afsilaq yoki dri kvart rond desa solga qayrilish. Endi oxirgi nuqtamiz shu for sorteringga doir qatnash belgilari. Bu qatnash belgilarini yana biz maxsus qatnash belgilarini tushundirgan vaqtida yana tushundiramiz, lekin hozir bu yerda qisqacha
Mesela bu kvadratning ichidagi bir istirelka bu inrix tengisi vaq, ya'ni bir yo'lnishlik yo'l degan gap, ya'ni mush istirelkani ko'rgan vaqtda hamma qatnash vositalari mush tarafga qarab mangdu demakchi. Anda ma inrix tengisi vaq o'ng tarafga nim qilgan inrix tengisi vaq. Anda ma uning yendiki rasm C5 har ikki tarafga ya'ni ham udulmadigan ham qarshi tarafdan qatnash keladigan inrix tengisi vaq. Ammo ular shu 3 mashina yo'lining borlig'ini bildiradigan speed stroke borlig'ini bildiradigan qatnash belgisi. Anda ma eng chetdagi hozir ma speed stroke ni bikalang, speed stroke'dan chiqding deganni bildirmoqchi. Anda ma C23 degan ma speed stroke butun taqaldi, speed stroke'da mangsangiz bo'lmaydi endi deganni bildirmoqchi. Anda ma jumlaq chambar ichidagi istirelka berib qo'ygan, ya'ni cho'qim mush yo'lni qarab mangsiz. Ya'ni o'ngga yoki so'lga mangsak bo'lmaydi, faqat mush oldingizga ham qarab mang deganni bildirmoqchi. Anda ma tegidagi 4 rasm oldingi dialogda tushundirgan. Shunga hozir nim qilmayman. Har xil mashina yo'llari va qaysi udulmangdi, qaysi o'ngga qayrildi deganni bildiradigan. Ya'ni qisqasi mushlarning hammasi for sorteringga doir qatnash taxtalari. Ma'qulimsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Yana bir qitimliq darsimizda inshaalloh mushningga doir amaliy mashq savollarni ishlaymiz. Aman bo'lg'aysizlar, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik.